Assalomu alaykum do'stlar. Yana bugun judayam bir global muammolardan biri 7 yillik tajribadan keyin juda ham ko'p minglab talabalar bilan suhbatda bo'lganman va ko'pchiligi bitta muammo haqida ko'pincha complain qiladi. Ya'ni idea, lack of ideas. Speaking part 3 da ayniqsa va writing task 2 da Mr. Baxa g'oyalar yo'q deb o'ylashadi. Lekin aslida hammada g'oyalar bor. Даже men talabalarim bilan bo'lgan suhbatda writing task 2 da yoki part 3 da speakingda savol beramanda ajoyib g'oyalar kelib chiqadi bolalardan, lekin nimagadir writing bilan speaking kelganda xuddi shu bir xil ajoyib ironic deb qo'yadi ingliz tilida, o'zi biladi lekin g'oya yo'q deb complain qilishadi-da. O'zi hammada g'oya bor. Aslida IELTS da bu ikkala sectionda g'oya yo'q deyish noto'g'ri. Misol uchun sizlarda даже mendan zo'r g'oyalar bor. Farqimiz hozir shu videoda oxiriga kelganda tushunasizlar. Demak, eng katta xatolardan biri, asosan o'zi bitta xato bor. Bu qanaqa xato desalar, the perfection trap. Ya'ni idealarim juda ham sodda, examiner nima deb o'ylarkan, lekin examinerlar uchun eng qadrli narsa bu explanations. Idealarni qanchalik perfectligi emas, shuni yaxshi bilib olinglar do'stlar. IELTS bu imенно shu 7+ olmoqchi bo'lgan bolalar uchun juda ham sodda 7+ olsa bo'ladi writing bilan speakingdan. Ko'proq g'oyaga e'tiborli emas, topikda bo'lsalar bo'ldi. G'oyaga e'tiborni qaratish shart emas, balki uni explain qilish, expand qilish, tushuntirib berish, support qilish bu eng katta jihati. Demak, bugundan boshlab do'stlar, perfect idealar yig'ishtiramiz. Elon Musk g'oyalari haqida yozishni to'xtatamiz, chunki eng zo'r g'oya bu sizning g'oyangiz. Buni yana bir super tarafi, siz o'zingizga tegishli bo'lgan g'oyalaringizni bemalol tushuntira olasiz. Va bu narsa sizga ingliz tili darajangizni, vocabulary va grammatikangizni ko'rsatib berishga juda ham katta yordam beradi. IELTS so'z ma'nosi nima? Bir basic narsaga qaytamiz. Ko'pchilik yoddan chiqib qolgan shu narsa. International English Language Testing System. Ya'ni ingliz tili qanchalik zo'rligini bilmoqchi bo'ladi IELTS. Endi ko'pchilik nima qiladi? G'oyalar zo'rlarni yoqtiradi. Qancha mukammal g'oya olgan sari bola tushuntirib berishga qiynaladi. Mana shu tushuntirib berish partida siz ingliz tilingizni show off qilasiz. Examda ko'rsatib berasiz. Argumentlar qilishingiz kerak. Buni eng zo'r yo'li o'zingiz bilgan g'oyani oling do'stlar. Misol uchun, ko'p gapirmay, misol uchun to protect the environment degan fikrni olaylik. Atrof muhitni himoya qilish. Uyimizdagi itemlarni recycle qilishimiz kerak degan supporting reason bilan explain qilishimiz ancha osonroq. Marsga yoki Yupiterga ko'chib ketishimiz kerak degandan ko'ra. Tushunyapsizlarmi? Oddiy qanday qilib protect qilamiz? Atrof muhitni uydagi oshna narsalar ig'itib olmasdan recycle qilamiz. Qaytadan foydalanamiz. Yoki supermarketdagi paketlarni qog'oz paketga, plastikdan qog'ozga o'tkazaylik. Bolalarga maktabda darslar o'taylik environment haqida mana. Shu g'oyalar tushuntirish osonroq. Yerda tashlab Marsga ko'chib ketaylik yoki Yupiterga, Elon Muskga qo'shilib olib. Bu narsalar, bunaqa grandiozniy g'oyalarni tushuntirib berish qiyin, kerak emas. IELTS ga kerak emas do'stlar. Umuman kerak emas. Undan dibroq kirgan yaxshiroq. Keyingi super strategiya, demak, birinchi strategiyani bildinglar, g'oyani eng zo'ri o'zingizlarda va o'zingizlardagi g'oyaga tap qilishda kirib o'sha g'oyalar ishlatishni yagona yo'llardan biri bu o'zingiz bilgan g'oyani gapiring. Tashqaridagi birovlarning aqlli g'oyalarini to'xtating. Chunki ular g'oyalarni o'zlari zo'r tushuntiradi, sizlar emas. Sizlarning g'oyalarni eng zo'r tushuntiradigan odam bu sizlarsizlar. Chunki sizlar ularni experience qilgansizlar, first hand, birinchi qo'l g'oyalar. Sizning g'oyangiz men tushuntirib bera olmasligim mumkin. Menikini siz tushunyapsizmi? Everyone is unique. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Endi tasavvur qiling, umuman g'oya yo'q deb tasavvur qiling. Ikkinchi metod, bu juda ham eng mazza metodlardan bittasi. The what about others strategy. Ya'ni boshqalar nima deb o'ylaydi? Boshqalarni holatiga tushib ko'ramiz. Misol uchun space exploration degan topikni olamiz.
va bu projektda kimlar involved. Birinchi o'rinda spacega kimlar involved bo'ladi. Shunaqa proyekt bo'lyapman. O'zbekiston tasavvuring Marsga uchun raketa uchirmoqchimiz. Savol, the government tarafdan o'ylab ko'raylik. Budget limited. To'g'rimi? Demak, Marsga chiqish kerakmi yoki shu yerdagi shifoxonalarda to'g'irlash kerakmi? Upgrade qilish kerakmi? Qaysi biri yaxshiroq xalqqa? Government tarafdan o'ylab ko'rsa bitta g'oya paydo bo'ladi. Endi o'zingizlarda scientistlar tarafdan o'ylab ko'ringlar. Olimlar yangi texnologiyalarni discover qilishni xohlaydi. Masalan, GPS va bu space exploration orqali dunyoga kelgan. Balki boshqa planetalar, boshqa hayot, ya'ni kimlar o'zga sayyoralar topish mumkin space exploration orqali yoki bir noyob qazilmalarni topish mumkin. Materiallar, precious, valuable materials'ni. Mana sizlarga o'ylash. Scientistlar tarafdan o'ylab. Endi yosh bolalar tarafdan o'ylab ko'ringlar, kelajak avlod tarafdan. Kelajak avlod uchun bu motivatsiya vazifasini o'taydimi? Misol uchun, does space exploration inspire kids to study science? Nima deb o'ylaysizlar? Mana uchta tarafdan ko'rganingizda savollarga boshqalar tomonidan qarab turib 3 ta ajoyib g'oyani generate qildik. Любой g'oyaga tushadi bu. Любой g'oyaga tushadi. Expert bo'lish shart emas. Faqatgina kimlar bu topikdan affected bo'ladi. Shuni o'ylasangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Demak, menimcha bu ajoyib g'oya. Xo'p do'stlar, shu g'oyalarni bugundan boshlab hozir videodan keyin любой bitta task 2 topikni olinglar yoki speaking part 3 ni olinglarda bitta yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Demak, birinchi o'rinda menda o'zimda qanaqa g'oyalar bor? Boshqalar haqida I don't care. O'zimda sodda, o'zim tushuntiradigan, experience qilgan, qayerdadir o'qigan, podkastda eshitgan yoki do'stimdan eshitgan yoki ota-onam dasturxon ustida discussion qilib o'tirishganda shunaqa g'oyalar kelganmi menda? Bo'lganmi shu narsa? Bitta subconsciousga borib ko'ringlar, xotiralarga qaytib ko'ringlar, oddiy qilib. Ikkinchi yo'li, demak, boshqalar tarafdan o'ylab ko'ringlar. Misol uchun, art haqida tasavvuring tushib qoldi savol. Xo'p, maktab tarafdan yoki government tarafdan art o'qitish kerakmi yoki yo'qmi? Maktab tarafdan o'ylab ko'ringlar, art o'qitish uchun instrumentlar sotib olish kerak. O'qituvchilarni olib kelish kerak. Qo'shimcha salary to'lash kerak. Instrumentlarga yana salary to'lash kerak. Demak, cost oshib ketadi. Endi bolalar tarafdan o'ylab ko'ringlarchi. Yana ham qiziqishadi maktabda o'qishga. Creativity'sini oshirib yoradi. Demak, engage qiladi darsda, imagination da ishlatishadi. Communication da o'stirishi mumkin. Chunki art deganda misol uchun dancing ham kirishi mumkin yoki role play bo'lishi mumkin. O'sha sahnaga chiqib olib bir-biri bilan gaplashadi, communicate qiladi. Demak, bu communication skilllarni oshirishga yordam berishi mumkin. Bo'sh vaqtni yana ham foydaliroq o'tkazishga yordam berishi mumkindir balki. Boshqa yoqda bo'lishi mumkin bola, to'g'rimi? Bo'sh vaqtida bir telefonga kirib ketishi mumkin yoki bolachalar sekin maktabda orqasiga o'tib olib, sigaret chekib, misol uchun ko'ryapman shunaqalarni. Uni o'rniga art qo'ygan yaxshiroq emasmi? Misol uchun yoki bu karyeraga aylanib ketib qolishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ko'rganman men misol uchun rassomchilikka qiziqib, rassom bo'lib ketgan o'rtoqlarim bor. Qo'shiqchilikka qiziqib, qo'shiqchi bo'lib ketgan hozir Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlarini yozib beradigan bolalar bor. Shu art orqali musiqaga qiziqib ketib, successful karyera bo'lib ketgan. Endi yana bitta zo'r yo'li buni. Bu o'qish. Ya'ni essaylarni o'qib yuringlar. Newslarni o'qinglar, newslarni eshitinglar, podkastlarni eshitinglar. Shunchaki miyalarni to'ldiringlar g'oyalarga. Ko'proq eshitinglar, odamlarni eshitinglar, kitoblar o'qinglar, artikellar, new sciencelar o'qinglar, sog'liq haqida. Va mana shunaqa 3 ta yo'li bu prosta bomba yo'llar. Birinchisi o'zingiz, ya'ni miyangizni g'oyaga to'ldirganmisiz? To'ldirgan bo'lsangiz eslab ko'ring, to'ldirmagan bo'lsangiz oddiy o'ylab ko'ring. Ikkinchisi boshqalar tarafdan o'ylab ko'ring. O'sha topikka kimlar aloqador? Qanaqa affected bo'ladi? Uchinchisi o'sha ikkinchisi what about others? Va keyingi darsda men sizlarga PESL metodini ko'rsataman. Bu вообще bomba.
uning uchun kanalimga qo'shilib oling, unaqa degan narsalar yo'q menda. Shunchaki xudo xolisa vaqt ortib shu video darsi tayyorlayman. Inshaalloh mana shu 3 ta metoddan keyin o'sha sizlarda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Speaking part 3, writing task 2, lack of idea degan narsa umuman miyalardan forever remove bo'ladi. Tushunarligi? Aytgancha YouTube kanalimdagi boshqa writing darslarini ko'rsatlar bo'ladi. Writing darslarim bor, esdan chiqmasin. Bahas blog iltimos do'stlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Chunki yaqinda xudo xolisa marafonlar boshlash niyatim bor, bepul marafonlar. Qolib ketib qolmaysizlar. Subscribe qo'ysanglar, demak notification boradi, keyin join qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.